Yanto asali, ichlarini ham ko'rishingiz mumkin. 150 ming so'm, dostavkasi O'zbekiston bo'ylab bepul. Bu Rossiya koriandr asalimiz 250 ming so'm 1 kilosi. Bu Qirg'iziston asali 250 ming so'm bu ham. Men bu Arabiston davlatlaridan keltirilgan sidr daraxtidan olingan, dunyo bo'yicha eng qimmat asal hisoblanadi. Mazasi umuman bizning asallarga o'xshamaydi, irisday bo'ladi. Kim yesa yoqtirib qoladi. Bu 1 million 200 ming so'm 1 kilosi. Mana bu yuqori tog' asalimiz, eng kuchli chiqqan asallarimiz mana shular. 350 ming so'm 1 kilosi. Bu Kiyigut asali 1 kilosi 250 ming so'm, dostavkasi O'zbekiston bo'ylab bepul buni ham. Bu grechniy asal, grechkani gulidan olingan, temir moddasi, qon ko'paytirishga juda ham zo'r, shifoli narsa bu. Faqat hidi juda ham o'tkir bo'ladi. Bu namgarchiligi juda ham kam bo'lgan yuqori tog'da asali 1 kilosi 500 ming so'm. Juda ham kuchli asal bu ham. Undan tashqari gulchang. Menimcha gulchangni o'zi ko'pchilik ko'rdi reklamasini.